Biron bir tug'ilgan kun yoki ma'raka yoki biron bir o'tirish to'yiga borganimizda har birimizda shunday uchrab turadigan insonlar bor. Balandparvoz gapiradigan insonlar. Ular shunchalik sizda balandparvozga olib chiqishadiki, bir kunmas bir kun shunday tashlab yuboradiki, yiqilib tushganingizni o'zingiz bilmay ham qolasiz. Shuning uchun balandparvoz gapiradigan insonlarning gapiga juda ham ko'p ishonavermang. Aslida u insonlar eng zaif insonlardir. Ularni qo'lidan hech qanday ish kelmaganligi uchun faqatgina ular balandparvoz gaplarni gapirishgan. Ular insonlarni o'ziga shu yo'l bilan rom qilishadi. O'zini yig'ishtirib olgan, aqli hushi joyida bo'lgan insonlar o'zini hurmatini hech qachon yo'q qilmaydi. U o'zini hurmatini yo'q qilib, bo'lgan gaplarni gapiravermaydi. U har bir aytayotgan gapini o'ylab gapiradi. U har bir o'zini so'ziga javob beradi. O'zini hurmat qilgan inson jimgina turib, quloq solib kuzatishni ko'proq yaxshi ko'radi. Juda ham ko'p gapirgan balandparvoz insonlarni ketidan ergashishni to'xtating. Sizga yaratuvchi shunday vujud berganki, siz hamma narsani yengib o'ta olasiz. Bir o'zingiz bo'lsangiz ham o'zingiz xohlagan joyga yetib bora olasiz. Siz g'amga ham, tashvishga ham, boshingizga kelgan qanchalik kulfatlar bo'lsa ham siz bu vujud bilan yengib o'ta olasiz. Yaratuvchi sizga shunchalik kuchli vujud bergan. Siz faqatgina buni o'zingizni ichki tomondagi ichki ongingizni ishontirsangiz bo'lgani. Qachonki siz uni ishontirsangiz, o'shandagina siz hamisha olg'a yurishga erisha olasiz. Mana bunday balandparvoz gaplarni gapiradigan insonlarning orqasidan ergashib, o'zingizni yaratuvchi bergan mana bu vujudni xorzor qilmang. Chunki deganda bir kunmas bir kuni yaratuvchini yoniga borganingizda uni omonatini xuddi shunday go'zal qilib qaytarishingiz kerak. Yana yaxshilab o'ylab ko'ring.